Xususiy maktabi qachon faoliyatini boshlagan? Beruniy maktabini faoliyatini boshlanishi bevosita o'zimni kasbiy faoliyatimni boshlanish bilan bog'liq. 2001-yilda biologiya fanidan reptitili faoliyati bilan boshlaganman. 2007-yili yaqin do'stim bilan birga Kelajak minbari o'quv markaziga asos soldik va 2018-yili Beruniy maktabini rasmiy ravishda faoliyatini boshladik. Beruniy xususiy maktabining eng katta orzusi nima? Bugungi kunda Beruniy xususiy maktabining eng katta orzusi o'quvchilarni dunyoning eng rivojlangan universitetlarida o'qishini ta'minlash va xalqaro bilimlarni egallab, shu bilimlarni O'zbekistonga tatbiq etishga ko'maklashish bu bizning eng katta orzuyimiz hisoblanadi. Farzandlaringizni sifatli ta'lim olishini istasangiz, biz sizni Beruniy avlodlari xususiy maktabida kutib qolamiz. Murojaat uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.